Dinozavr yer sharidan zoti qanday yo'qolib ketgan? Yer sharining 4 milliard 600 million yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonida dinozavr 160 million yil yer shariga hukmronlik qilgan. Ammo mushunda kuchli hukmronmi yanada halok bo'lishdan iborat amaliyotga yuzlanishdan qochib qutula olmagan. Undaqda dinozavr halok bo'lishdan avvalgi bir kun zodi nimish bo'lgan. Nimishqa butun kishilar dinozavrning yer sharidan yo'qolishini kichik sayyorning yer shariga so'qilishidan bo'lgan deb qaraydi. Olimlar dangliq Tanista dinozavr xarobasini tekshirish orqali 66 million yil avvalgi odamni hayron qoldirgan dinozavr yo'qolgan shu kunning nimish bo'lganligini oshkorlagan. Ayni chog'da ular xaroblikni qo'lgan hamda naq maydondan bir dinozavrning tosh qatmasini topgan. Uning hamma bo'g'imlari nihoyat mukammal bo'lib, hatto sirtqi yuzda bir qavat terisining borligini. Uning ustiga bu terida hech qanday bir narsaning tishlagan iznasi qatorliqlarning yo'qligini degan. Keyinda olimlar uni siytirga silib tekshirgan hamda uning so'ngaklarining o'lishdan avval ma'lum tuyuqsiz paydo bo'lgan g'oyat zo'r kuch sababdan parcha-parcha bo'lib ketganligini degan. Ular bu tuyuqsiz kelgan kuchni balkim kelkun sababdan yoki ma'lum kuchli bo'lgan so'qilishdan shakllangan bo'lishi mumkin deb qaragan. Shuning bilan bir vaqtda yana bir yangi bayqashmo bu qarashni dalillagan. 2019-yilda tadqiqotchilar dinozavrning tosh qatmasini qo'llash jarayonida asosan bütün holatda saqlangan bor davrdagi toshbaqaning tosh qatmasini topgan hamda uni tekshirish orqali badanidan bir tal yog'ochni topgan. Bu yog'och uning beshidan kirib quyruq tarafidan chiqayotgan. Bu ishning bayqalishi boshda deyilgan dinozavr g'oyat zo'r kuchning so'qilishiga uchraganligiga o'xshash chiqqan hamda bu kuch sababdan daraxtga so'qilib o'lgan degan qarashni yakunlagan. Lekin bu ishga bayqash dinozavrning yo'qolishi kichik sayyorlarning yer shariga so'qilishi bilan munosabatli degan ishni isbotlashga yetarli emas. Keyin olimlar yana bor davrdagi beliqning tosh qatmasini bayqagan. Ular beliqning boshlangidan yumaloq doncha holatdagi parchalarni topgan. Shuning bilan ishning haqiqiy rasmiy oshkorlangan. Tekshirish orqali olimlar bu donchalardagi elementlarni selishtirib chiqarish orqali qattiq hayron qolgan. Chunki bu doncha elementlarning hech qaysining yer shariga tabiiy modda emas ekanligini, uning balkim kichik sayyorning yer shariga so'qilganda cho'chirashdan shakllangan doncha ekanligini degan. Ayni chog'da kichik sayyora yer shariga so'qilgandan keyin shakllangan ushaq donchalar havo bo'shligiga kirgan. Surati baktiz bo'lganligi uchun ba'zilari hatto yer sharining tortish kuchidan ayrilib oyga so'qilgan. Qolgan ko'pincha qismi ig'irlik kuch sababidan yer shariga qaytib tushgan. Buning ba'zilari suvga tushgan. Shu sababdan beliqlarning o'lib ketishini keltirib chiqargan. Bu xil bayqash tadrijiy holda dinozavrlarning yo'qolishi kichik sayyorning yer shariga so'qilishidan bo'lgan degan qarashni isbotlagan. Undaqda kichik sayyorning so'qilishi butun yer sharidagi dinozavrlarni qanday yo'qolib talaydi. Eng yangi kino teatrlarini dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz, Leglik 66 saloniga ergashib oling. Har kuni yangi kino filmlar yangilanib turadi. Oylik a'zoligi 4 kun avtomatik tutib olmaydi. Olimlar bu ofatni balki mundaq boshlangan bo'lishi mumkin degan. Ya'ni ularning deyishicha, ayni chog'da bir dona diametri 10 kilometrdan oshadigan kichik sayyora 70 ming kilometr har soatlik surat bilan yer shariga qarab kelgan. Hamda Meksikaning Yucatan yarim orolidagi dengiz rayoniga tushgan. Yer shariga so'qilgandagi portlash 1 milliard atom bombasining kuchiga teng bo'lib, 1500 kilometr doiradagi barliq hayotli ko'lga aylanib ketgan. Bu xil kuchli so'qilishning ta'siridan qattiq dengiz toshqini yuz bergan. Bu chog'da kichik sayyora so'qilgan joydan yiroqqa 3000 kilometr keladigan Tanista bo'lsa, hech qanday ta'sirga uchirmagan. Ammo oz vaqt o'tmaylik kuchli yer tevrashining ta'sirida Tanista rayoni ofatdan qochib qutula olmagan. Nurg'un jonliqlar kalkunning ta'sirida suv g'arq bo'lib ketgan. Ba'zi cho'ng tipdagi dinozavrlar kalkunning ta'siriga ko'p uchirmagan bo'lsa-mu, lekin so'qilish sababidan shakllangan tuman quyosh nurini to'sib olgan hamda yer sharidagi muhitning butunlay o'zgarishini keltirib chiqargan. Shu sababdan eng oxirgi dinozavrdan iborat bu jonliq hukmronlik qilgan davr oxirlashgan.